Dasturimizni sport mavzusi bilan davom ettiramiz. Buxoro shahrida aralash jang san'ati turi bo'yicha O'zbekiston chempionati bo'lib o'tdi. Jahon chempionatiga saralash vazifasini bajarib bergan musobaqa tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Aralash jang san'atlari bo'yicha kichik o'smirlar va yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempionati bellashuvlari bo'lib o'tdi. Buxoro shahridagi muhtasham Universal sport majmuasi mezbonlik qilgan turnirda respublikamizning barcha hududlaridan kelgan 500 nafardan ortiq sportchilar chempionlik uchun janglarga kirishdilar. Dastlab turnirning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda so'z olgan sportchi va mutasaddi tashkilot vakillari ishtirokchilarga bo'lajak bahslarda omad tiladilar. Shundan so'ng turli yosh toifasidagi O'zbekiston chempionati bahslariga start berildi. Ushbu musobaqada 700 ga yaqin sportchilar qizg'in bahs munosabatlariga kirishgan. 1 yil oldingi Osiyo chempionlari ham birinchi davrani o'zida mag'lubiyatga uchrayotgani bu katta raqobatdan va mana shu sportchilarimizni yildan yilga o'sayotganligidan dalolat beradi. 2 karra jahon chempionlari ham mag'lubiyatga uchragan vazn toifalari bor. Yangi sportchilar o'sib kelyapti. Raqobat juda katta bo'ldi. Bizlar o'shalardan jahon chempionatida oltin medal tutishimiz mumkin. Chunki ularda bellashuvlarni ko'rib o'zimiz ham xursand bo'lyapmiz shu darajada sportchilarimiz o'sayotganligidan. O'tkazilgan bellashuvlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, barcha vaznlarda kechgan janglar mutaxassislarda o'zgacha taassurot qoldirib, yangi nomlarni kashf qilish imkoniyatini ham yaratib berdi. Medallar jamg'arish borasida Andijon, Farg'ona, Samarqand va mezbon Buxoro viloyati aralash jang san'ati ustalari boshqa hudud vakillariga nisbatan ko'proq medallarni o'z nomlariga yozdirib qo'ydilar. Umumjamoa hisobida esa Buxoro viloyati sportchilari 10 ta oltin, 10 ta kumush va 14 ta bronza medallari bilan peshqadamlikni qo'lga kiritgan bo'lsa, undan keyingi o'rinlarni 10 ta oltin, 4 ta kumush va 10 ta bronza bilan Andijon va 8 tadan oltin, kumush va bronza medallariga ega chiqqan Farg'ona viloyati sportchilari qo'lga kiritishdi. Shu tariqa sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan ishtirokchilarga tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari ham topshirildi. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, ushbu musobaqa jahon chempionati oldidan saralash vazifasini ham bajarib berdi.